Hammaga salom. Bizning fantaziyamiz aslida o'zi maktab davrida shakllangan ekan. Chunki mana shu o'qituvchilarimizning darsda baho qo'yishdagi fantaziyalarga qarasangiz. Mana masalan, umuman darsda yodlamay kelsangiz, dumi bor 5 qo'ydim deydi. To'g'ri? Endi ko'z qiymaydigan, o'zini yaqini yoki bir tanishi bo'lsa, u bolaga charchab turgan 4 qo'ydim deydi. Yoki kasal bo'lib qo'ygan 4 qo'ydim deydi. Juda ham injiq, umuman baho qo'ygisi kelmaydigan, 4, 5 baho deganlarni bilmaydigan o'qituvchilar senga semiz 3 qo'ydim deydi. Va kundalik shunday chizadi, qo'lingga otaveradi. Vot mana shu kundalikda meni haftalarni qanday ko'rinish fantaziyasi kelgan. Men uchun haftalar masalan bunday ko'rinadi. Dushanba desa, shunday tepaga qarayman. Shanba desa, shunday pastga qarayman. Bu tarafda shanba. Chorshanba desa, bu tarafda. To'g'ri? Payshanba desa, xotinga qarayman. Hozirgi kunda yoshlarning fantaziyasini aytmaysizmi? Необычный. Chunki kechqurun ishdan piyoda chiqdim. Shunda kelayotsam, oldimdan bir qiz, bir yigit shuni oldimdan chiqib qoldi, to'g'ri menga qaradi. Menga qaratdi, boya yigit qizga qarab, shaharda ham xitoyliklar ko'payib ketgan desa bo'ladi. Meni mujskoy solidarность degan narsa borku, bola pozor bo'lmasin dedimda qizni oldida, shuni yaqinlashgan payti "Konnichiwa" dedim. Boya yigitga qarab, "Voy, Xitoy emas, Yapon ekan-ku" deydi. Оказывается, bilsam, "Konnichiwa" degan yaponcha salomlash ekan-ku. Albatta, meni xotinimdan o'tadigan fantaziyalar yo'q. Mana masalan, telefon qilib, "Qayerdasan?" desam, "Menmi?" deydi. Yo'q, katta xolang. Yoki bo'lmasa, "Meni qora tuflim qayerda?" desam, "Nima qilasiz? Kiyasizmi?" deydi. Yo'q, qo'limga shunday ushlab, ko'chada yalang'oyoq yuraman deyman. Ko'ryapsiz? Eng patologini aytay sizlarga. Bir kuni ishga chiqmoqchi bo'lib, shuni kiyinib tashqariga chiqmoqchi bo'lib tursam, xotin eshik oldida turib, "Siz kim bilandir uchrashib yuribsiz" deydi. Voy. Ya'ni, uni fantaziyasi bo'yicha men tashqariga chiqsam, eshikning nark tarafida bitta qiz kutib turibdi ekan meni. U qiz nima qiladi uni tashqarida meni kutib turib? To'g'rimi? Adresini aytsa o'zim boraman-ku. Menda hozircha shu. Keyingi ko'rsatuvlarda uchrashguncha salomat bo'linglar. Rahmat. Hammaga salom. Uylanganman. 3 ta qizim bor, bitta o'g'lim bor. Lekin bitta o'g'lim bor ekanini xotinim bilmaydi. Chunki u belda. Xotinimga hech narsani aytavermayman, hurmatli do'stlar. To'g'ri-da, ayol kishiga har narsani aytaverishda o'zi bir xato. Ertalab zavtr qilib o'tirsak, xotin aytadi: "Dadasi, qo'shnimiz bor-ku tepadagi. Rus bobo, kuchugini yetaklab yurar ekan." Xo'sh, o'sha o'tib qoldi. Hadis yo'liga chiqsak, boyagi Rus boboy kuchugini yetaklab yuribdi. Shunday xotinga qaradim. U ham menga qaradi. "Senga ham ko'rinyapti" dedi. "Voy, dadasi, kechagina ayollarning gruppasida aytayotgandi-ku" dedi. Mana ko'ryapsizlarmi, hurmatli erkaklar, har narsani erkaklarning orasida aytaverishga bo'lmaydi. Chunki oralaringizda xotiniga aytib bor ekanlar ham bor. Bir kuni yotsam, xotinim aytadi: "Dadasi, mashina kaltim bering. Charchab keldi ishdan, magazinga chiqib kelay" dedi. Mayli berib yubordim. Shuni aradan 5 minut o'tar o'tmas
gaya xodim telefon qilyapti. Nazarbek, sizmisiz? Ha? Tez kelib keting, paloncha joyga. Shundan tinchlikmikan deb ustimga kiydim, sirrazib bordim. Borsam, moshinda shunday bardyorga urgan. Moshinda farasi ketgan. Bufer singan, kapot qiyshaygan. Shundan jahlim chiqdi-da, xotinga qaradim-da, ko'zingga qarab haydasang bo'lmaydimi? desam, xotin menga turib, dadasi, moshinni qo'ying. Kechagina 200 mingga taqlatgan tirnog'im sinib qoldi deydi. Mana ko'rasizlarmi, hurmatli erkaklar? Ayol kishiga ne только hayot, даже moshinni rulini ham ishonib topshirishga bo'lmaydi. Menda hozircha shu. Ko'rishguncha.